90 foiz odamlar LG kir mashinasini ishlatishni bilmas ekan. Hozir bitta 1 minutlik videoda o'tiyda qanaqa ishlatishni o'rgatib qo'yamiz. Kir mashinasini ko'rinishda yoqamiz. Tablo keladi. Mana birinchi stirka xlopok paxtali kiyimda bo'ladi. Xlopok plus paxta bilan sintetika aralash bo'ladi. Smeshli stirka aralash kiyimda rangi chiqadigan kiyimlarni sovuq suvda yuvib beradi. Aslida har kun kiyiladigan kiyimlarni yuviladi. 5 kunlik kechqurun yotayotganda yuviladigan stirka bu. Ovoz chiqarmasligi uchun обороты 1200 оборотdan 400 ga tushirib qo'yadi bu. Ikkita funksiya qizilda yozilgan gipoallergisi bilan detskiya deydi. Bitta parovoy stirka ishlaydi. Bu stirkalarning eng kam vaqtda 1 soat 40 minutdan bo'ladi. Parovoy stirka qiladi, polностью yuvadi, chayadi, siqadi, hamma narsani o'zi girovka qiladi. Hop, yo'q o'tamiz. Delikatniy stirka qattiq kiyimda bo'ladi, shert qimmatbaho kiyimda bo'ladi, sportivniy krossovka oyoq kiyimda bo'ladi. Bir kun kiyilgan futbolka maykalarni 30 minut yuvamiz, top-toza qilib yuvib beradi. Puxovoy beshi, parda, dasturxon, pardadan boshqa narsalar, og'ir narsalar yuviladi. Achisiga barabar o'zini-o'zi tozalash funksiyasi. Maya programma bo'ladigan bo'lsa, mana qaranglar. Maya programmada shunaqa narsa bor, mana ekranda ko'rsatyapti, chayamas siqaman. Qo'lda yuvilgan narsalarni faqatgina chayib siqish funksiyasi bo'ladi. Boshqa stirkalarni tanlayotganda ahamiyat beringlar, mana yuvaman, chayamas siqaman deyapti, bu yerda mana искусственный интеллект o'chuv, bu yerda o'sha material tanlash qobiliyati bo'lmaydi. Boshdagi stirkalarga qo'ygan holatida mana bunaqa ko'rinishda o'zi yonadi. Materialni ajrata oladi bu holatda. Bu holatda kir boshda sizlarning aytganingiz emas, o'zini aytganini qiladi.